$100 kursimda sotiladigan bu retseptni aynan o'zim zakazga qiladigan variantimni o'rgataman. Shakar, sariyog', asalni eritib olamiz, soda solamiz, keyin tuxumni yaxshilab aralashtirib solib, kakao va razrxetilni ham solib, issiqdan sal sovigandan keyin unni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir iliq holatda bo'lgani uchun oldin qo'lga yopishadigan holatda bo'ladi. Xona harorati sovigandan keyin xuddi shunaqa flat-siringga o'xshagan holatga keladi. Sovigan xamirlarimizni esa xuddi shunaqa qilib ochib olamiz. Bitta list chiqmaydi, ko'rib turganingizdek, har bittasini ochib pishirib olamiz. Endi krem tayyorlaymiz. Shakar, tuxum, kraxmalni solib, yaxshilab aralashtirib, quyiltirib olamiz va sovutib olamiz. Ustini paket yopib. Keyin alohida idishga tvorojniy sir, slivka va ozgina moloko ham solib, yaxshilab mikser qilardim. Keyin esa ikkala massani bitta qilib, oralarini xuddi shunaqa kremlab olamiz va ustini xohishga ko'ra shokoladli ganash va oq shokolad bilan yasatib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Aynan shuni zakaz berib, buyurtma qilsangiz ham bo'ladi. Setlar orqali chiqarib beramiz. Albatta tayyorlab ko'ring va daromadga chiqing.